Müslüman insana nispeten birinci derecelik ehemmiyet berdiğen iş özünün nefsini ıslah kılış lazım. Nefsinin yolsuz talepleri var. Nefsinin yolluk tarafı var. O kubul kılındı, alkışlandı, ibadet sanıldı. Ama yolsuz talepleri var. Dinimiz çekilgen, dinimiz toskan yolsuz talepleri var. Orunsuz şehvet, gayvet, şikayet, suxançilik, zulüm, adaletsizlik degan o'xshash nefs tashabbus qildigan. Masalan, buni qatorida zina qilg'isi keldigan, bizning ariq chiqgisi keldigan, bizning o'g'irlik qilg'isi keldigan, bizning mansab chiqish uchun o'zining qarindoshlariga hujum qiladigan. Buning hammasi shahvat. Xo'sh. Demak, bu yo'lsiz talablarga qarshi tura olgan, nafsidagi nachar illatlarni tozalay olgan ish bu musulmonning hayotidagi eng muhim ish. Devlet qurish, millatni qutqizish, yana bir ishni qilishni hammadan ilgari dastlab qilinadigan ish bu. Kim o'zining nafsini isloh qila olsa, nafsini tozalay olsa, nafsidagi g'alati g'ashlarni chiqara olsa, enin keyindan bu odam davlat qurish yo'li qarab ma'lum. Enin keyindan bu odam jihad yo'lida mustahkam tura oladi. Enin keyindan bu odam zolimga qarshi, mustamlikaga qarshi, tajovuzga qarshi bo'lgan bu kurashda tavranmay mustahkam tura oladi.